Assalomu alaykum aziz qush ishqibozlari. Barchaga ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Mana biza arxivlarimizni ko'paytirish jarayonini boshladik. Oldingi videolarda aytganimdek, bularni o'zini haqiqiy o'sha tabiiy o'zini instinkti bilan ko'payadigan davri keldi. Men yaqinda mana 1-2 kun oldin qushlarimni, o'sha narmodalarimni ko'paytirish jarayonini boshladim va ularni har birini alohida o'sha ko'paytiradigan qafaslarga joylashtirdim. Har bir juftlikni. Mana bugun bularni quyoshga, ertalabki quyoshga, ya'ni o'sha ertalab 8 lardan keyin chiqadigan quyoshga chiqardim. Sababi o'sha ertalabki quyoshchi bularga juda ham foydasi katta. Avvalgi videolarda ham aytib o'tganman. Mana bularni o'sha har bir yegan minerali, o'sha ko'katlari oqsillab beramiz, ya'ni tuxum shaklida. O'sha tuxumlardan bular oqsillarni oladi. Mana shu hamma vitamin va minerallarni, oqsillarni bularni badaniga singishida quyosh nurini juda ham o'rni katta. O'shaning uchun men bularni hozir mana har kuni birinchi tuxumni qo'yguncha imkon qadar o'sha vaqtimga qarab 15-20 minutda kamida quyosh nuriga chiqarib turaman. Mana narmodalarimizni gnizdolari, bularni har kun o'sha 15-20 minutdan quyosh nuriga chiqarib turaman. Sababi o'sha aytganimdek, quyosh nurining o'rni juda ham katta. O'sha har bitta vitaminni, har bitta mineralni, oqsilni bularni badaniga singishida quyosh nuri orqali singadi. O'shaning uchun bularni birinchi tuxumini qo'yguncha har kuni mana shunday vaqtimga qarab o'sha 15-20 minut, yarim soatgacha bularni quyosh nuriga chiqarib turaman. Keyin bularga yana o'zimizni tabiiy ko'katlarni berishni boshladik. Endi o'sha mana tabiatda ham o'sha hovlimizda yo o'sha yaxshi tabiatda mashinalar kam yuradigan joylarda toza ko'katlarimizdan o'sib turibdi. Mana shunaqa ko'katlardan bersak bo'ladi. Hozir men videoni oxirida bu videomizning oxirida o'sha ko'katni ham yaqinroqdan men sizlarga ko'rsataman qanaqa ko'kat ekanligini. O'sha ko'katlarni o'rni haqiqiy tabiiy vitamin ko'katlarning o'rni juda ham katta. Bularga hozir o'shanaqa ko'katlardan berib turibman har kuni. Mana hozir qafasimiz tagida ham turibdi. Videomiz oxirida yana yaqinroqdan o'sha o'sib turgan joydan ko'katlarni qanaqaligini ko'rsataman. Keyin yana bir narsa, mana o'sha qushlarimizni, narmodalarimizni quyoshga chiqarishdan oldin soyaroq joyda sal 5-10 minut ushlab turish kerak. Sababi o'sha ba'zilar qushlarini ko'pincha podvallarda, quyosh nuri tushmaydigan joylarda boqishadi. O'shanaqa vaqtda bularni quyosh nuriga birdaniga chiqarish mumkin emas. Sababi ko'zini qorachig'i kengayib ketishi mumkin va qush o'zini yo'qotib yomon ahvolga tushib qolishi mumkin. Men shuni oldini olish maqsadida avval o'sha anchadan beri quyoshga chiqmagan qushni avval soyaroqqa chiqarib uni holatini kuzatish kerak. Agar o'zini yaxshi his qiladigan bo'lsa, sekin quyosh nuriga qarab shoshmasdan chiqarish kerak. Ba'zilar birdaniga quyosh nuriga chiqaradi, qush o'shanaqa vaqtda anchadan beri quyoshga chiqmagan bo'ladi va o'sha ko'zini qorachig'i kengayib ketishi tufayli qush o'zini yo'qotib keyinchalik nobud bo'lishi ham mumkin. Sababi o'sha qushni organizmida qanaqadir vitaminlar, ya'ni B kompleks vitaminlar yetishmaydi. O'shaning uchun sekin avval o'sha xonadan chiqarishda soyaroq joyda
qushni qo'yib turamiz va ularni kuzatamiz. Qani qushni ahvoli qanaqa? Undan keyin qushni quyosh nuriga chiqarsak bo'ladi. Hozir mana shu juftliklarimiz ko'payish jarayoni boshlandi. Bularga endi faqat olma, o'sha hozir videomizni oxirida ko'rsataman qanaqa o'zimizni o'lkamizda uchraydigan zelinlarimizni, o'sha ko'katlarimizni berib bularni immunitetini ko'taramiz. O'sha E vitamini deyiladi. Bularni ko'payishda katta rol o'ynaydigan vitamin. O'shalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday qushlarimizni vaqti bilan quyosh nuriga chiqarib turishimiz kerak. Bular hozir birinchi tuxumini qo'ygandan keyin o'sha xonasida turaveradi. O'shangacha 5-6 kun har kuni quyosh nuriga chiqarib turiladi. Endi ba'zilarni vaqti bo'lmaydi, o'sha o'zimizning vaqtimizga qarab kunora ham chiqarib tursa bo'ladi. Mana yana bir ko'katimiz. Bu ruschasiga adovanchik, o'zbekchasiga qoqi o'ti deyiladi. Mana bu yondagisi esa bu o'sha boya aytgandek buni nomi zvizdachatka, ya'ni makrichnik deyiladi. O'zbekchasiga hozir yodimdan ko'tarildi qanaqa ekanligi. Mana o'sha ko'katimiz. Quyoshda qanchalik ko'rinyapti bilmayman. Men hovlimda ancha ko'kargan bu ko'kat. Shuni hamma biladi, sariq gullaydi. Bu ya'ni o'sha qoqi o'ti, adovanchik. Bunisi o'sha zvizdachatka, makrichnik deyiladi. Quyoshda qanchalik ko'rinyapti bilmadimmi? Hovlimizda bu ko'katlardan serob